Doktor Bepush ayollarning ko'pchiligi hozir doktorlarga borib, turbalarni bir necha marotalab yuvdirishyapti. Bu qanchalik to'g'ri ish deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda ko'pchilik bemorlar ushbu usulni juda ham to'g'ri deb o'ylashadi. Hattoki shifokorlar orasida ushbu metodika trendga ham chiqib ketdi hozirgi kunda. Lekin ushbu usul juda ham xato hisoblanadi. Nima uchun? Birinchi sababi bizlar bachadon naylarini o'tkazuvchanligini ushbu usul bilan faqatgina teshigini, o'tkazuvchanligini ochishimiz mumkin. O'shanda ham riskovini ochilgan bo'lki biz bilmaymiz, uni ko'r-ko'rona ochgan bo'lamiz. Biz bilmaymiz o'sha joyidan ochildimi yo boshqa joyi yorilib chiqdimi. Asosan bachadon naylarini ishlashi bizlar uchun muhim hisoblanadi, biz shifokorlar uchun. Bachadon nayi ishlasagina homiladorlik yuzaga keladi. Ishlashida esa 3 ta priznaki bor. Birinchisi bu bachadon naylarini o'sha teshigining bo'lishi, ikkinchisi bachadon nayini ushida bo'ladigan shoklalarni bor bo'lishi yoki ularning ishlashi va uchinchi belgisi bu bachadon nayi harakatchan bo'lishi, muallaq bo'lishi. Buni esa bizlar faqat laparoskopiya metodikasi, ya'ni laparoskopiya amaliyoti yordamida aniqlashimiz mumkin bo'ladi.